Ishxon Optim Marketda hali hech qayerda bo'lmagan super yangilik. Soni, tovarlarimiz cheklangan, muddati ham cheklangan. Ulgurib qoling. 6 yilligi munosabati bilan Ishxon Optim Market xalq uchun nima qilib bera oladi? Elbek aka, xalq uchun doim eng zo'rlarini qilganmiz-ku. Doim 500 so'm, 1000 so'm qo'yib ishlaganmiz, to'g'rimi? Ana endi zavod narxini 50% gacha sindiramiz o'rtoqlar. Mana bu ko'rib turgan barcha mahsulotlaringiz aka 10 mingdan 15 minggacha. Magazinchilar va optimchilar uchun zo'r narxdan bitta. Aka, nafaqat magazinchilar, donaga ham shunday qilib beramiz. Aka, mana 35500 so'm sotayotgan Osiyo tushonkalarimiz aka 20 ming so'mdan. Kilkalarimiz 11 ming so'mdan aka. Shprotlarimiz 12 ming so'mdan aka. Mana bunaqa aka 16 ming, 18 ming sotilayotgan kilkalarimiz 10 ming so'mdan. Mana shu bonkalar narxini teng yarim qilib bering. Hammasi bir tekis 10 ming. 10 ming so'm. Hammasi 10 mingdan aka. O'zingiz bilasiz, reklama qilganmiz, to'g'rimi? Tokbarki 10 mingdan ketdi aka. Aka, bular 20 ming, 30 ming olgandan vaqt. Mana shu yerda ko'rgan barcha bankalaringiz aka 10 ming so'mdan. Elbek aka, mana shundan bitta yuvoning aka. Aka, bu 20 ming, 30 ming men. Ha, 7 mingga yuvoring aka. Aka, ishdan safar ketishim kerak. Aka, hali ham chet yursizmi? Men 5 ming. Aka, men bunisi 10 ming. Aka, bizlarda chegirma ketyapti. Esingizdan chiqardi. Endi bilmayman. Aka, ishdan tashlayvermang. Aka, hammasi 10 mingdan ko'rish. Muka unlarimizni 2 kiloligi. Shunchaki aka 18 ming so'm. Qozoq unlaringiz bormi? Aka, qozog'unmi? 5 mingdan oy. Makfa qozog'uni aka 1 kiloligi 8 ming. Menga yog'ni narxini sindirib bering. Aka, mana rossiyskiy yog'lardan Zatiya, Alina, Lazzat yog'lari aka 1 litrligi 17 ming so'mdan. Hamma bu boshqa gapda. 8 ming zdachim qolib ketdi-ku. Aka, men yarim litr yog' olib keting, jim keting faqat aka. Negativlar uchun nima bor? Aka, negativlar uchun lalaku bor aka. Xo'p, negativ bo'lsa ham hurmati bor, narxini kelishtirib bering. Aka, 80 ming. 80 ming. 45 ming. 15 ming. Oxun aka, Bo'la be. mana bu salfetkalar narxi qancha? Aka, iltimos, zachin joyiga qo'yib qo'ying. Men buni aka 150 ming, 200 ming olganman. Aka, bo'ldi 100 ming. Poddershka qilganingiz uchun. Mana 190 mingdan olib qolib charchab ketganman. Uylarga lekin. Mana bu komment yozganingiz uchun. Mana bunisi like bosganingiz uchun davom etamiz. Xalqimiz uchun teng yarim narxida ziyoniga ishlaymiz. Faqat tovarlarimiz tugagungacha. Bitta narsada shu video qo'yasiz-ku. Xo'sh. Shuni tagiga bir kommentariyaga bir narsa yozib qo'ying aka. Nima deyapsiz? Yuragi bo'shlar bu validol op ichib olsin aka. Nimaga? Chunki bu video nafaqat nafs aka, yurakni ham sindirib beradi-da. Kamerachini ham jo'natib. Bizning manzilimiz o'ng tomonim eski prokuratura ko'chadan Ishxon Betonkaga chiqishda. Ishxon Optim Market. Barcha yurtdoshlarimizni